Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Terma jamoamiz ishtirokidagi navbatdagi o'yin va barchamiz aynan ana shu uchrashuvni mushtoqlik bilan kutdik desak ham bo'ladi. Sabablar bisyor, bunday fikrni aytish. Termamiz o'rtoqlik uchrashuvida Kuvaytga qarshi maydonga tushyapti. Va shunday ekan aynan mana shu reyting ballari umumiy rejada birinchi o'ringa chiqadi. Tarkiblar e'lon qilindi. Gol ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kecha matbuot anjumanida ham o'zi aytib o'tdi. Mayli, u haqda keyinroq o'yinda 5-Rustam Ashurmatov hamda Alibek Davronov 23-raqamda 3 markaziy bizga namoyish etilgan edi va unda u bilan birga tandemda 21-raqamda Salmon Muhammad vaziyatni Akmal ulgurgan. Havodagi to'p uchun kurash Rustam Ashurmatov mos va xos bo'lgan raqiblardan biri.